Alloh taolo bu dunyoda bandani gunohini yuvib jannatiy bo'lishini xohlab qolsa, unga dardlar, musibatlar, qiyinchiliklar, torliklar, qiyin hayot, muammo shunaqa bandani boshiga olib kelib qo'yadi deydi. Agar bular yo'q bo'lsa, Alloh taolo qilgan gunohlarni oxiratga olib qo'yapti. Mening jazolash uchun deydi. Bemor bo'lib yotgan inson gunohdan pok yotadi deydi. Alloh uni zimmasidan 5 ta narsani olib qo'yadi. Bandam kasal bo'ldi, og'zidagi ta'mini oling, ishtahasini oling, quvvatini oling, uyqusini oling. O'shaning uchun kasal odam uxlolmaydi. Va 5-inchisi gunohlarni olib qo'ydi. Kasal tuzalgandan keyin Parvardigor nima qilaylik? Ta'mini qaytaringlar og'ziga. Uyqusini qaytaringlar, quvvatini qaytaringlar va ishtahasini qaytaringlar. Gunohini-chi? Gunohini ham qaytarib qo'yib berdim. Parvardigor olam, men unaqa past ketadigan zot emasman. Gunohini kechirib oldim men. Gunohini qo'ymaylar qaytib. Bir bandani zimmasidan gunohlarni olib turib yana qo'yadigan zot emasman men.